在沙雅县、阿瓦提县、库车市和巴州的玉梨县、和硕县流转并建成高标准农田103万亩。 Yaqında Xitoy doiralari Aqsu tavasidagi 12 bog'cha rayoni o'lmasi qurilishiga 3 milliard so'mdan ortiq mablag' silinganligini. Buning oxirgi maqsadi bog'cha rayonlarining universal raqobat iqtidorini oshirib, imkoniyatli sijil taraqqiyotini olg'a surish ekanligini davron qilgan edi. Endi bo'lsa bularning amaliyotda Xitoy shirkatlaridan ko'chib kelishi uchun tayyorlanganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy hukumati boshqarishidagi Tangirtog' to'rining 28 dekabrdagi xabarida aytilishicha, Aqsu viloyati tavasidagi 12 bog'cha rayoni kengaytib qurilgan hamda suv, tok qatorliq ta'minlash yo'llari yangilanib, 1500 dan ortiq Xitoy korxonasi bu rayonlarga ko'chib kelgan. Buning ichida to'qimachilik sanoati shahri bir muhim tur hisoblanadi ekan. Undan boshqa mashina zapchaslari, yezgilik mashinalari, kundalik iste'mol buyumlari qatorliq turlari bor ekan. Kelgusida bo'lsa, texnik ko'p Xitoy shirkatlarining bu rayonlarga makonlashadiganligi xabarda alohida yer olgan. Xabarda aytilishicha, bu savdo shaharlari ishga kirishgandan keyin tovarlarning to'planishi, ko'rgazma qilinishi, sirtlarga yo'tkilishi va savdo ishlarining tamomlanishi bir yurish holda ishga oshadi ekan. Bu joylarda barpo qilingan g'oyat zo'r omborlarmi kelgusidagi mahsulotlarga ishlatildi ekan. Ammo yaqinqi mezgillarda Uyg'ur diyoridagi majburiy emgak masalasi ko'p taraflama uchurlardan ma'lum bo'lgandan keyin Amerika hukumati buningga qarata ba'zi embargo choralarini ijro qilgan edi. Shuningdek, yaqinda Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunini ma'qullagan edi. Endi bo'lsa, zo'r sondagi Xitoy shirkatlarining bog'cha rayonlariga ko'chib kelishi, majburiy emgakning ko'lami, qatnashuvchilari hamda ishlab chiqargan mahsulotlari haqidagi bir qator savollarga ketishliq deb qaralmoqda ekan.